Malika, pochchang Malika bu kecha biz bilan yotsin deyapti. Mo'tabar shu gapni aytdi-yu, ilkis tez o'girilib piqillagach yig'lay boshladi. Mo'tabar atrofga aranglab, pochchang yo'qtirib qopti seni. Agar bu kecha qo'shib bermasam, nima qilar ekan qo'shib bermasangiz? Meni o'ldirarmish, so'yib tashlarmish. Hozir to'yib ichib olgan, orqasidan chekkan. Singiljon, chekib olgan o'lguday emas. Men bilmayman, singlingni olib kir deb meni haydab soldi. Opa, axir men qiz bo'laman-ku. Axir men bokiraman-ku. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Navbatdagi qo'rqinchli va ehtirosli hikoyamiz e'tiboringiz markazida. Ushbu jumboqli hikoyamizni oxirigacha tinglang va bo'lib o'tgan voqealarga o'zingiz guvoh bo'ling. Eslatib o'tamiz, hikoyamizdagi qahramonlarning ism-shariflari o'zgartirilgan holda taqdim etilyapti. Video ostida bir dona like tugmachasini bosib qo'ying va videomizni oxirigacha tomosha qiling. Unday bo'lsa, biz bilan birga bo'ling. Dunyoni qizg'inma mendan azizim. Bu dunyoda mening ham o'z aytar so'zim va o'zim sig'inar azizlarim bor. Qalbingni bosmasin shubha va so'roq. Men boshqa manzilga tikkanman ko'zim. U sening kulbangdan juda ham yiroq. Bu kecha Malika yomon tush ko'ribdi. Tushida qora mushuk unga tashlanib, hamma yog'ini tirmalab tashlaganmish. Ammo hech qayerdan qon chiqmabdi. U bilagida kuchli og'riq tuyib, ko'zlarini ochdi. Qayriyat tush ekan. Uyqu orasida bilmay bir qo'lini boshi ostiga qo'yib oldi. Shu qo'li uvishib, keyin igna sanchgan kabi jimirlab og'ridi. Mushuk bo'lmay o'l deya yostiqdan boshini ko'tardi. Endigina 16 ga to'lgan Malika qayrilma qoshlarini chimirib, yuragimni yoraydi deya, meni g'alat deya tushimda qarang o'chsin. So'ngra udasi o'rnidan turdi-da, ko'zgu qarshisiga bordi. Oynada hijolatga qo'ygulik husniga o'zi ham bir muddat mahliyo bo'lgancha tik turib qoldi. Qalin va qayrilma qoshlarini o'zgacha havas ila qoqib ko'rdi. Oxu ko'zlarini atayin yumib oldi. Bu mashg'ulot sabab bo'lib qalin qaytarma lablariga tabassum yugurdi. Kayfiyati chog'landi. Tushdagi mushuk voqeasi miyasini tark etgandek picha yengil tortdi. Qaniydi men ham Mo'tabar opamday chiroyli kelin bo'lsam, ko'nglidan o'tkazdi. Malika husnidan ko'z uzolmay entikkancha. Yonimda tog'im talqon qila oladigan kuyov jilmayib tursa, unga suyana ishona olsam, axir qaysi qiz yaxshi joylarga kelin bo'lishni xohlamaydi? Opamning omadi bor ekan. Pochcham rosa ham o'ziga munosib, jiddiy, baland bo'yli, kamgap, kamsiqu, mag'rur ekan. Mo'tabar opam azaldan bunaqa yigitlarga berilib maqtardi. Ularga havas qilardi. Havas qilsa yetarkan ish qilib baxtli bo'lishsin. Voy isim qursin. Bugun mehmonga kelishmoqchi edi-ku ular. Kechga tomon boramiz deganda opam, o'zi ham kuyov chaqiriqdan keyin 3 oy o'tibdi endi kelishlari. Men nega turib qoldim? Tayyorgarligimni ko'rishim kerak-ku. Uf, dadam bilan oyim ham shu bugunni kutib turishganmidi nima balo? Kelin kuyovlar kelsa, to'yga ketishga balo bormidi ularga? Ko'plashib qarshi olardik. Mayli, bir o'zim ham kutib olaveraman. Yosh bola emasman-ku, Xudo xohlasa bugun tug'ilgan kunimni opam pochcham bilan birga ishlayman. Qanday baxt. Hech qachon bunaqasi bo'lmagandi. Malika kun bo'yi yelib yugurib, uy ishlarini tozaladi. Alohida xonaga xontaxta qo'yib, atrofiga baxmal ko'rpachalarni to'shadi. Hovlini supur-sudar qildi. Ora-sirada ovqat masallig'ini tayyorlagan bo'ldi. Iloji boricha hech narsani o'ylamaslikka, hayajonlanmaslikka, xavotirga asir bo'lmaslikka intildi. Lekin baribir yuragi hapriqaverdi. Eti jimir-jimir qilib, tizlari dag'dagʼ titrab qo'yaverdi. Biz eng baxtli oilamiz o'yladi ishorasida entikib. Uch opam ham yaxshi joylarga kelin bo'ldi. Akalarim mehribon, ota-onam kuyinchak va dilgir. Qanday yaxshi. Iloyim uyimizga o'zlarimizga ko'z tegmasin. Kechib vaqt xuftonga yaqinlashganda Malika pochchasi va opasi qarshisida uyalgan kuyi yer chizib o'tirardi. Pochchasiga to'ydan keyin yaxshilab razm solmabdi. Qoshlari qalin, nigohlari o'tkir salobatli ekan. Lekin negadir ko'zlari qizargan, rangi oqarib tuyuldi. Malikani tug'ilgan kuni bilan tabriklab, qadah ko'tarayotganda qo'llari qaltirab qo'ydi. Mazasi qochgan shekilli. Malika shunday o'ylar, hayajonlar qurshovida qizarib bo'zargancha tezda dasturxonni yig'ishtirdi. Ana endi o'z xonasiga kirib yotsa ham bo'ladi. Tushunadi, biladi. Opasi va pochchasi yangi kelin kuyov. Ularning o'zaro gaplari bo'lishi mumkin. Tersayib o'tiraversa pochchasiga malol keladi. Qolgan ikki pochchamni ko'rganda shu qadar xavotirlanmagan, hijolat tortmagandim, o'yladi Malika o'zi uchun o'rin to'shash asnosida. Bu pochcham kattaroq yerda ishlaydi chog'i, shunisiga opamdan ham so'ramagan ekanman. Oyim ham aytmagandir rostini. Bunisi bilan ishing bo'lmasin, pochchang yaxshi oiladan tutarman yigit degan u jim bo'lgan. Ishqilib opajonimning baxtiga hech qachon ko'z tegmasin. Endigina o'ringa cho'zilmoqchi edi. Xona eshigiga 2 marta taqiladi, opasi kirib keldi. Mo'tabarning ko'zlaridagi bo'yoq deyarli o'chib, qovoq ostlari qizaribdi. Buni Malika darrov payqadi. Yig'ladingizmi opajon? So'radi yuragi taka-puka bo'lib. Nima bo'ldi sizga? Mazangiz qochdimi? Mo'tabar javob o'rniga kravatning bir chetiga omonatgina cho'kdi. Vujudidagi titroqlarni singlisiga sezdirgisi kelmadimi? O'tirgan yerida bir-ikki chayqalib yo'talgan bo'ldi. Opa, aytsangizchi, uni tezlay boshladi Malika yig'lamsirab. Yomon bo'lib ketyapman, doktor chaqiraymi? Kerakmas deya mahzun jilmayish qilib, Malikaning yelkasiga boshini qo'ydi Mo'tabar. Men yaxshiman, jonim yaxshiman. Unda nega yig'ladingiz? Opasi nimadir undan sir tutardi, ayta olmasdi.
Buni Malika hanuz taraddudlanaverishidan ko'zlari alang-jalangligidan payqadi. Qaniydi haddi sig'sa, ko'ngliga ming bir shubha, tashvish solgan ko'yi teng o'tirgan opasiga siltab so'zlashga, yorilishga majbur etsa. Afsuski, o'zi gap boshlashini kutishdan chidashdan o'zga iloji yo'q. Singiljon, bir gapni aytmoqchi bo'lyapman-u, sira tilimga ko'chira olmayapman, dedi nihoyat Mo'tabar ko'zlaridan duv-duv yosh to'kib. Nima qilay? Aytsam ham kuyaman, aytmasam ham. Ayting opa, yo'qsa hozir yorilib ketaman. Malika qandaydir ko'ngilsizlikni sezgan kabi Mo'tabarni mahkam quchoqlab oldi. Cho'zmang, ayting. Tezroq ayting jon opa. Mo'tabar shoshilmasdi. Hamon taraddudlanish, ikkilanish, o'y surishuv javdirashlardan nariga o'ta olmasdi. Nigohlari borgan sari o'tmaslashayotgani shundoq ko'rinib turardi. Garchi singlisi zo'rlasa, terlasada bir necha 10 daqiqa unsiz yig'lash, boshini sarak-sarak qilish bilan kifoyalandi. Pochchang narkoman ekan. O'zi ham uzoq vaqt bu taxlit o'tira olmasligini anglagan Mo'tabar oxiri yorildi. U nashavand chiqib qoldi. Singiljon, nima? Malika oldiniga hech narsani tushunmay opasiga angraydi. U nima degan opajon, yomon ishmi? Soddasan-da Malika, soddasan, dedi Mo'tabar og'ir xo'rsinib, shorada ko'z yoshlarini yengiga artarkan. Nashani yaxshi odamlar chekmadi, shuni bilasanmi? Voy, endi nima qilamiz opa? Shundan keyingina Malika battar yuragi vahimaga to'lib o'rnidan turib ketdi. Endi nima bo'ladi? Nashavand bo'lib bizlarni tinch qo'ysa mayli, davom etdi Mo'tabar singlisining oxirgi savolini javobsiz qoldirib. Hozir senga bir gapni aytsam, bilmadim nima bo'ladi. Shundan ko'ra yer yorilib ostiga kirib o'lsam bo'lmasmidi? Tag'in nima gap opa? Bu gapdan so'ng Malikaning battar jazavasi ortdi. Isitmasi ko'tarilgan odam kabi bezovtalanib, a'zoyi badanini muzdek ter bosdi. Aytavering, yashirmang. Menga aytmasangiz kimga aytasiz? Tilim bormayapti, dedi Mo'tabar ilkis yuzini ters burib. Bu gapni aytyapman-u, ammo bir umr o'zimni kechira olmay o'taman. Yo'q, o'lgunimgacha dard nafratga qul bo'lib o'taman. Jinimisiz? Nega hayotdan o'limni bo'yningizga olyapsiz? Endi baxtingizni topdingiz-ku. Unaqangi sovuq nafas qilmang-da. Men qo'rqib ketyapman. Qo'rqma. Mo'tabar qaytadan singlisi tomon bosh burib, yelkasiga qo'lini qo'ydi. Mayli, aytaman. Faqatchi hovliqmasdan, vahima qilmasdan, baqir-chaqirga ruju qo'ymasdan eshitishga so'z ber jonim. Xo'p, so'z beraman, ayting. Yuragim qinidan chiqay deyapti. Pochchang Malika bu kecha biz bilan yotsin deyapti. Mo'tabar shu gapni aytdi-yu, ilkis ters o'girilib qillagancha yig'lay boshladi. Nima? deya opasiga yopishdi Malika. Nima dedingiz? Nega sizlar bilan? Tushuntiribroq gapiring opa. Nimani tushuntiray, nimani? Tizzasiga mushtlay alamli shivirladi Mo'tabar atrofga alanglab. Pochchang yoqtirib qolibdi seni. Agar bu kecha qo'shib bermasam, nima qilarkan qo'shib bermasangiz? Meni o'ldirarmish, so'yib tashlarmish. Hozir to'yib ichib olgan, orqasidan chekkan singiljon, chekib olgan o'lguday mast. Men bilmayman, singlingni olib kir deb meni haydab soldi. Opa, axir men qiz bo'laman-ku. Meni yo'q, o'lmaslikda ajragan shunchaki. Shundaymi? Ajragana? Nima degani o'zi ham bilmagana? Biladi. U yaramas ming mast bo'lsa taqdirda ham hamma narsani bilib turadi. Boyagina Malikaning qalbini chulg'ab turgan havas, quvonch, mehr, faxr hissi opasining bir og'iz xunuk xabari tufayli qayoqqadir g'oyib bo'lgandi. Uning o'rnini muzdek egallab, barmoq uchlariga qadar qaqshata boshladi. Bokira va hali bu taxlit gap so'zlarning asl ma'nosiga yetib ulgurmagan qiz qo'rquvdan dag'dagʼ titrar, nima qilishini bilmasdi. Ayniqsa 3 oylik kuyov, o'zi pochchalarning orasida eng yaxshisi, mehriboni, halolidan gali deb bila boshlagan Mama Nazar hozirgi tasavvurida aksilli qiyofada namoyon bo'la boshlagandi. Pochchasining o'tkir nigohlari xuddi ertakdagi vahshiy jonzotniki kabi sovuq tuyulib, Malikani behalovatlik botqog'iga tomon sudraklardi. Vujudini tasodifiy nafrat xanjari tig'lardi. Bunday deyishga qanday tili bor edi, o'yladi Malika. Opamga uylanib turib singlisiga og'iz solishga qanday haddi sig'di? Shunchalar vahshiy iflosmi? Uyalmadim bu gapni tiliga ko'chirayotganda. Yo'q, men o'zimni axlat orasidan topgan emasman. Unda ifloslarga so'zimni berib qo'yadiganlardan emasman. Hozir shartta kiraman, yuziga shartta aytaman. Kerak bo'lsa uydan haydab chiqaraman, dod voy qilib sharmandasini chiqaraman. Hamma ko'rib qo'ysin bu yaramasning asl basharasini. Undan keyin ota-onam meni kaltaklashsa ham, qarg'ashsa ham mayli, sira xafa bo'lmayman. Yorug' yuz, insof, sof ko'ngil bilan bo'yni tark etaman. Boshim oqqan taraflarga ketaman. Opa, men hozir kiraman-da sharmanda qilaman eringizni, dedi beixtiyor Mo'tabarga yuzlanib. Qiz bolaga qayinsingilga ko'z olaytirish qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman. Yo'q, aslo. Mo'tabar jon holatda singlisining bilagini siqimlab oldi. Unday qila ko'rma, uning kimligini bilmaysan, men bilaman. Meni chavaqlab tashlashdan ham to'ymaydi. Ishon, u ichib chekib olganda vahshiy hayvondan ham battar bo'lib ketadi. Men qo'rqaman pochchangdan. Pochchang demang o'sha marazni. Bir siltanib o'zini chetga oldi Malika. O'shanaqa pochcham bo'lgandan keyin pochchasiz o'tganim yaxshi, padariga ming la'nat. Iloyim menga olaygan ko'zlari ko'l bo'lsin, oqib tushsin. Menga rahming kelmaydimi singiljon? Titroq aralash, qo'rqibsa Malikadan qaytadan yaqinlashdi Mo'tabar. Uni sevaman. O'sha iflosni sevaman, singlim. O'lib ketsam achinmaysanmi? Meni yaxshi ko'rmaysanmi? Opajonim, 2 hafta bilan boshini changalladi-yu, ortga tislandi Malika. Yurakkilamni kuydiravermasangizchi? Men bokiraman, axir bokira. Men ham bir kun kelib yaxshi joylarga kelin bo'lishni orzu qilaman. Nega tushunmaysiz?
Demak achinmaysan menga deya oh tortdi Mo'tabar xonasiga kirishga chog'lanib. O'lib ketsam ham baribir ekanda senga na iloj. Bir boshga bir o'lim. Lekinchi seni juda ham yaxshi ko'raman jonim. Har kuni xayolan bo'lsam seni mehribonam, asalim deb erkalayman. Yeri ko'kka ishonmayman. Mayli alvido senga jon alvido. O'lsam yig'lamagin, xo'pmi? Sen yig'lasang arvohim chirqillaydi. Bezovta bo'laman, go'rimda tik turaman. Faqat ahyonda bo'lsa ham qabrim tepasiga borib turgan. Meni ilhaq qilmagin. Shunday dedi Mo'tabar ketishga shaylandi. Malikaning ixtiyorida qandaydir soniyalargina qolgandi. Sezib, his etib turardi. Shu fursatni boy bersa tamom, opasini qayta tirik ko'rmasligi mumkin edi. Nima qilsin, qay yo'lni tanlasa, nomusinimi yo opasining hayotinimi? Ikkovini ham jondan aziz ko'radi, ikkovidan-da ko'z yumib keta olmaydi. Opasining iltimosini qanday qondirsin? Er-xotinning o'rtasiga qay vijdon bilan yotsin keyinchi? Keyin nima bo'ladi? Yaqinlar ota-onasi, aka-opalari, dugonlarning ko'ziga qanday qaraydi bilib qolsa-chi? O'zi nima deb oqlaydi? Qayerdan quvvat oladi-yu tik oyoqda turadi? Shu kunlarga qadar egilmagan mag'rur boshi egilib qolmaydimi? Yo'q, bunday qila olmaydi. Vijdoniga, qalbiga qarshi borsa, adoyi tamom bo'ladi, tirik murdaga aylanadi. Bunday yashagandan o'lgani durust, o'lgani, ammo opasichi hozir ichkariga kiradi-yu, haqiqatni aytadi. Keyin esa ana maxluq opasiga tashlanib o'ldiradi. Uy ichi qiy-chuvga to'ladi. Malika bo'lsa suyukli qarindoshining tepasida xo'ngrab yig'laydi. Bir umr xuddi shunday yig'lab ich-etini yeb o'tadi. Negaki Mo'tabar opasi faqat uning qaysarligini, o'jarligini, nomusini jigaridan ortiq ko'rganligi tufayli o'ladi. Yorug' dunyoni tark etadi. Jasadi qorong'u go'rda tosh qotadi ruhicha. Ruhi har kuni Malikani qarg'aydi, afsus chekadi, zorlanadi, azoblanadi, bezovtalanib, o'zini qo'yarga joy topolmaydi. Nahotki opasining ruhini qiynoqlarga qo'yib, o'zi bemalol hech narsa bo'lmagandek, tag'in yer betiga yuraversa, yashayversa, nafas olaversa, quvonaversa. Opa deya sal qursa hayqirib yuborayozdi. Malika yugurgancha borib Mo'tabarning bag'riga o'zini otarkan. Men roziman, rozi. Faqat siz yashab qoling. Siz tomon bo'laman, tamom. Siz yashashingiz kerak. O'rningizda mana shu jonimni qurbonlar qilay opa. O'zimning mehribonim. Mo'tabar singlisiga jo'r bo'lib tovushsiz yig'lardi-yu, nuqul Malikaning yelkasini, quyuqdim qora sochlarini silardi. Ishon, bu ishingni men va sendan bo'lak hech kim bilmaydi. Sirlarimiz, qilmishlarimiz o'sha isqirtiklarga ko'milmoqchi bo'lgan xosiyatsiz xonada qoladi. Faqat o'zingni qo'lga ol. Mama Nazarning qarshisiga qaddingni tik tut, boshingni baland ko'tarib kir. Toki tan bersin, ertaga vijdon azoblanib qilgan marazliklariga pushaymonlar yesin. Sen qo'rqma, sira ham qo'rqma. Malika seskana o'zini idora etgan bo'lsa-da, ko'z yoshlarini shosha-pisha dasturxonchasiga artib Mo'tabarga ergashdi. Malikaning armonlari, alamu nafrati dardlaridan-da dardliroq tuyg'ulari qo'zg'alon ko'targan, momataloq tanasi simillab og'rib, yosh joniga azor berayotgan, osmondagi oy nomus azobiga toqat qila olmay xiralashgan mahal yarim tun edi. Uning ko'z o'ngida hanuz mast alas xirillagan, alaq-jalaq so'zlarni aytib talmovsiragan kuy yotgan Mama Nazarning turqi, mushfiq opasining o'ksinib yig'lashi, silkina o'rtanishi gavdalanar. Dunyodan, kelajakdan, odamlardan, qadrdon qishloqdan, barcha qarindosh urug'laridan, orzularidan umidini uzganda chiday olmay ketyapman xudoyim, telbalarcha zorlanardi Malika. Hovli chetidagi ariq suvga hissiz tikilgan kuyi, qo'lidagi 1 metr arqonga hissiz boqib, jonim tanamga sig'mayapti. Ifloslikka boqqan ko'zlarim, ifloslikning tafti tekkan tanam oqib tushay deyapti. Nima qilay? Kimlarga dod dey? Dodimni kim eshitadi? Kim menga hamdard bo'ladi? Hech kim. Endi kimga ham kerakman? Mendan 2 sinf baland o'qigan Hamid nuqul orqamdan yurgan edi. Partamning ostiga sevgi maktublarini yashirib ketardi. Yuz-mayuz kelib qolsak, o'zicha mehr ko'rsata boshlardi. Bilardim, sezardim, u meni sevardi. Hozir ham sevadi. Hamid aka, ahmoq ekanman. Sizday sofdil halol yigitga nos qilibman. Maktublaringizga javob yozish, pokiza sevgingizni hurmatlash o'rniga lab burib ketibman. Endichi, hozir ahvolimni bir ko'rsangiz edi. Ha, siz ham yuz burib ketardingiz, chunki it tekkan qovun kimga ham kerak. Men xuddi shu kuyga tushdim Hamid aka. Bundan buyon basharti sizni qayta ko'rish nasib etsa, xafa bo'lmang, ranjimang, ters o'girilib ketishga, sizdan yiroqlashishga majburman. Sababini esa faqat o'zim u Alloh biladi. Men sizday oliyjanob oshiqning hayotini zaqqumga aylantirmoqchi emasman. Yo'q, bu kecha umrimning so'nggi lahzasi yaqinlashayotganini payqadim. Qora mushuk tushimga kirib azoy badanimni tirnadi. Bu ajal ekan, endi angladim. Sizchi, bevafo nomard, kalandimoqga yo'ymang meni. Shunday yo'l tutishga, qora qismat yetovida ajal ostonasi tomon yurishga mahkumman. To'xta, nega unday deyapman opamchi? Mama Nazarchi, o'lganimdan xabar top, osoyish topsinmi? Buzuq ko'ngli ko'chasiga bayram bo'lsinmi? Opajonim bir umr masxaralab kamsitib tanalarga ko'mib o'tsinmi? Hecham o'ladigan ahmoq yo'q, ablah Mama Nazar. Xudo xohlasa meni mahrona ko'zingga boqaman-u, yoningdan dadil va mardona qadam tashlab o'tib ketaman. Ana o'shanda ko'raman ahvolingni. 72 tomiringni harakatga keltirmasam, tanangdan gupirib turgan iflos qoning o'rnida zahro zaqqumlar oqizdirmasam odam emasman.
Mening nomusimni bulg'ab, shaming yondimi? Bo'pladim. Hukmimni o'tkazdim, bo'ysundirdim, bayram qildim, miriqdim deb o'ylab, do'ppingni osmonga otmoqchimisan? Otib bo'psan. Hal qilmishlaringga pushaymonlar yeysan. Malika hech qachon bosh egmaydi. Tushkunlik botqog'iga botmaydi. U yashayveradi. Garchi qalb bog'ini xazonlar qoplasa-da, hech bo'lmaganda tirik murda yangliq umr kechiradi. Yo'q, nimalar deyapti? Nomusini boy berib qanday yashaydi? Orzu umidi toptalgan qalb bilan yashab bo'lar ekanmi? Dugonalari, yo qo'shnilar o'ziga og'ziga kuchi yetmas mahalla ayollari hammasidan xabar topgach yuziga solsa, uni qo'li bilan ko'rsatsa, yer yorilib yerga kirib ketmaydimi? Shunday masxaralanishlar, xo'rlanishlar girdobida umr kechirmoqchimi hali? Hech qachon. Men bu yorug' dunyoda ortiq yashab qola olmayman, dedi o'ziga o'zi Malika va asabiylab tishlab. Bu dunyosi men uchun zindondan farq qilmaydi. Zindonda Malika hech qachon yashab qolmaydi.